Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Hop, sizlarga o'zimizning ishxonadan mana bunday yotoq mebel, ya'ni Panda Fason nomli yakkalik mebellarimizni obzorini qilib beramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, bizni manzil Namangan viloyat To'raqo'rg'on tuman Shahand qishlog'idamiz. Kimga shunaqangi mebellar kerak bo'lsa, albatta dastavkalarimiz mavjud. Vodiy va voha tomonlarga ham, Toshkentlarga ham dastavkalarimiz bor albatta. Yetkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, bularimizni narx-navosiga keladigan bo'lsak, avval razmerini aytamiz. Mana razmerlari eni 90, uzunasi 230 bo'ladi. Общий razmeri yotadigan joyda 2 metr bo'ladi. Machalkasining qalinligi 10 santimetrli to'liq. Ustidagi mana villur deydi, tepa pasti moyishi deydi. Tepa pasti moyishi bo'ladi. Chamadonlari bor. Mavsumiy kiyimlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, spanli qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Mana yonma-yon turadi. Jub bo'lib turadi. Mana bu yerda maloshniy ranglaridan bor mana. Hop, bularimizning narx-navosi bir donasi hozirgi kunda vodiy bo'ylab 1.150.000 so'mdan bir jup olsangiz 2.300.000 so'mga shunda dastavka qilib beryapmiz. Qolgan yerlarga Toshkent va Samarqand, Buxoro, Surxondaryolarga 2.600.000 so'mga yetib boryapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, har xil rasvetkalari bor. Telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Telegram, WhatsApp bor. Musofirdan kuzatib turganlar bo'lsa ham rasm, birbirlarini tashlab beramiz. Tanlab nima qilsa, xudo xolasa yetkazib beramiz. O'zimizning ishxonadan obzor qilyapmiz. Hop, bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, kanalga albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Like bosib. Shunday. Bularimizdagi ham mana chamadonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Shunday. Mana qovurg'a qismlari laminat, bunisi ham laminat bo'ladi. Chamadon tagi DP mahsuloti bo'ladi. Hammaniki ham asli DP bo'ladi, misol shunaqa. Keyin ko'pchilik bizdan nima desa bo'ladi? Bachogini sploshni yerga tegadigan qilib bering deydi. Unaqasini ham tayyorlab beramiz. Unaqasi bo'ladigan bo'lsa, bir dona divanga 100.000 so'mdan 200.000 so'm jupiga qo'shilib qoladi. Lekin shuni tavsiya qilib qolamiz. Nimagaki terlash bo'lmaydi, ko'panay bosish, polosga tegib tursa, boshqa havo aylanib turadi. Shunga udobniy. Mana bu ham, lekin misol kiyim-kechakni bemalol ko'taradi-da, misol. Kiyimni ko'taradi. Boshqa. Keyin yana bo'layotgan savollardan bittasi, bulutga ekanmi deyshadi. Yo'q, bular Samares. Samares tushuntirsam, buning ichida ham reyka bor. Misol, bu ham reyka, bu ham sivyaz bo'lib ketgan bir-biriga. Mustahkamligi juda yaxshi. G'ichir-g'ichir, boshqa unaqa ovoz chiqmaydi. Shunday. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Va shunaqa mebel qidirib yurganlarga uzatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bizda har xil ranglaridan ham bor. Kimga qanaqa rang kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.